Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Vatandoshlar, qadrdonlar, sizlarni bu joydan ko'rib turganimga xursandman. Biznes juda ham keng tushuncha. Buni bir 5 daqiqa, 10 daqiqada ifodalab berish umuman imkonsiz. Eng qisqa jumlalarda tasavvur hosil qilish ba'zi narsalarni aytib o'tmoqchiman. Hayotda o'zi hamma biznesmen bo'lish kerakmi desa, yo'q, shart emas. Bo'lgan Germaniyada masalan stomatologiya yurist bo'lish biznesmen bo'lishdan yaxshiroq deb o'ylayman. Amerikada ham, dunyoda ham hozir tendensiya shu ketyapti. Biznesni borlar bor bu yerda. Men tanishlarim orasida ham Germaniyada turib yaxshigina bir biznes qilayotganlar bir qo'l ko'taraylik-da, shu biznes qilayotganlar. Endi biznes qilmoqchi bo'lganlar qo'l ko'tarsin-da. Qilmoqchi bo'lganlar. Meni gapim shu, qilmoqchi bo'lganlarga bo'ladi. Ko'pchilik biznesda mana hozir biz endi sayohatchi deganda ham ziyorat, ham tijorat, ham xizmat hammasi ichiga ketadi. Biznesmenlarning shu istoriyasini ko'rsak, shaqillatib qo'l sanab turgan yo qayerlarda dam olib turgan holatda ko'ramiz. Odamning ko'ziga ro'ziga achchiq tushib qoladi. Euforiya bo'ladi. Biznes faqat maishatdagi dam olarkan, ishni qilasan, kimgadir topshirsa o'zing yurasan. Yo'q. Men boyagi biznesmenlarga qayta savol bermoqchiman. Biznesmenlar bitta qo'l ko'tarsin boshqa yerda. O'zbekistonda biznes qiladiganlar ham, bu yerda biznes qiladiganlar ham. Biznesida hozir muammosi borlar qo'l ko'tarsin. Biznesida muammosi borlar qo'l ko'tarsin. Javob beraman, bitta ham qo'l tushmaydi baskan. Chunki biznes muammo degan. Boshingiz muammodan chiqmaydi. Nastroyni to'g'rilab olish kerak. Biznesga kirmoqchimisiz? Haligini ikkinchi xotin uylangandan keyin nimaga menga aytib o'tdingiz deydi. Haliga o'zim qo'rqdimda qabristonda biroz yotishga dedi. Ana shu uchun oldin aytib qo'ydim demoqchiman. Biznes degani faqat maishat, dam olish emas, faqat muammodan iborat. Biznesmen degani shu muammoni yecha oladigan odam. Har kuni nimadir yangi narsa chiqib keladi, siz unga tayyor bo'lishingiz kerak. Hammadan kamroq uxlashlikka, hammadan erta kelib turib, hammadan kech ketishlikka tayyor bo'lishingiz kerak. Mana men masalan agar ixtiyorim bilan boshliqlik bilan, ya'ni biznesda ichidagi rahbarlik bilan xodimlik masalasini o'rtaga qo'yganda xodimlik tanlardim. Nimaga? Chunki xodim har oy 15-sanada oylik olishini biladi. Bechara biznesmen shu oyda shu sanasida pul topib unga oylik bera oladi yo'q, xudo deb turadi bilmaydi. Men o'zim shaxsan mana bir necha martalab pulim bo'lmay qolganda kimlardir oldida sarg'ayib, qarz olib shu 1000 ga yaqin xodimimiz bor, o'shalarga oylik tarqatgan odam sifatida aytaman. Siz juda ham katta challenge-ga, juda ham katta bir vizibga chiqyapsiz. O'zida bo'lishingiz kerak. Birinchi zarbada yiqilib qolmang. 80% bizneslar 2 yil ichida sochilib ketadi. Ya'ni boshlaysiz, tayyor turing, birinchi 2 yil juda qiyin bo'ladi. Dunyo bo'yicha 80% bizneslar 3-yilini nishonlamaydi. Startup deb hozir hamma gapiryapti. Startuplar hammasi uspeshli emas. 95% 10 yillikni nishonlamaydi. 10 yil ichida dabdalashib ketadi. 5% bilish kerak. Men juda ko'p tadbirkorlardan tadqiqotlar, so'rovnomalar o'tkazganman. Aynan shu 10 yildan ko'p yashab qolganlardan so'raganimda, ular biznesga umuman pul uchun kirmagan. Biznesda biror bir soha, qaysi sohada biznes qilish kerak degan odam savolini o'zi noto'g'ri. Tushunyapsizmi? Soha, misol uchun O'zbekistonda tekstil rivojlangan, xususiy maktablar rivojlanyapti, birorta mana akam sohasida, restoratorlik sohasida soha pribilni bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Xuddi shu sohalarda pul topib turganlar bilan birgalikda yopib ketayotganlar ham bor. Ya'ni biznesni o'zi ko'proq biznesmenda xarizmasiga, uning ruhiyatiga, ayniqsa niyatiga juda ham katta bog'liq ekan deb o'ylayman. 10 yildan ziyod, 20 yillardan beri muvaffaqiyatli, muntazam biznes qilib kelayotganlarni so'raganim, ularga umuman bir pul qiziq bo'lmagan. Ular shunchaki jamiyatda bir dardi bor. Bir muammoni topib, o'shanga yechim o'laroq o'z biznesini taklif qilgan. Ya'ni biznesda bir 7-8 ta bosib o'tiladigan qadamlari bor. Ustozimiz yaqinda chiroyli gapirib o'tdilar. Men qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Birinchi biznes qilmoqchi bo'lgan odam muammoni ko'ra olish kerak. Odamlarni qiynab turgan muammo nimada? Va o'shanga o'zingizni xizmatingiz va mahsulotingizni biznes решение o'laroq, ya'ni yechim o'laroq taqdim qila olasiz. Odamlarni hojatini chiqarasiz va bahorida shuni ichida qanchadir odamni ishli qilasiz.
oxirida topsangiz foyda, bo'lmasa ijtimoiy manfaatni ko'proq o'ylash kerak. Haqiqiy biznesmenman degan odam. Ya'ni siz maza qilishingiz kerak-da. Ishga borib maza qilishingiz kerak. Siz o'sha ishlab turib odamlarga manfaat keltirib, xizmat qila olib maza qilishingiz kerak. Masalan, shu hozir birinchi qatorda o'tirganlar juda ko'pchilik bilan ham safar bo'lganmiz, oldi berdi qilganmiz. Va yaqinda bilgan odam sifatida aytamanki, bular mikrofon aylanayapti, uzr. Xo'p, demak, siz o'sha beradigan biznes решениyangizni noodatiyyroq qilib, boshqalarga o'xshamaydigan chiroyliroq upakovka qilib bera olsangiz, siz biznes ichida blue ocean yaratgan va muvaffaqiyatga erishish imkoniyatingiz sal tezroq bo'ladi. Ya'ni OTP deydimi? Уникальный торговый предложение. Noyob savdo taklifini bera olishingiz kerak. Biznesda sizni boshqalardan ajratib turadigan narsalardan biri shu. Misol uchun o'tgan safar Azmakam Lays Marada degan ajoyib bir restoranlari bor. Kimdir ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgan bo'lsa, shu kofe bilan mashhur bo'lgan. Qanaqa kofe desa, kirishingizda 5 minutdan keyin o'zingiz rasmingizni kofega chiqarib beradi. Men o'zimning rasmimni, qizimning rasmini qo'ydim, keyin rosa niyatim bor edi yoshligimda. Shu yeb qo'ysang deyaveradi, o'zim hali bolalarni erkalab keyin ichib oldim deydi. Ya'ni yolg'onchi bo'lib qolmadi. Ya'ni oddiy kofe, hamma ham kofe sotadi, lekin bu kishi birinchilardan bo'lib noodatiy savdo taklifi qilgani uchun bittagina filial bilan O'zbekistonda eng mashhurlardan biri bo'ldi. Vaholanki 100 talab 200 talab filial ochganlar unchalik mashhur emas. Demak, unikal savdo taklifi bilan bozorga kira olsangiz, siz oldinga qarab ketishingiz imkoniyatingiz ancha kattaroq bo'lar ekan. Ko'pchilik yoshlarda bu yosh katta tadbirkorlar aurasida bilib turibdi. Ancha o'zini bosib olgan, million so'm qiladiganlar bor ekan. Ular tasdiqlasa kerak, meni fikrimda puldan ko'ra g'oya muhimroq. Pul to'rtinchi narsa. Birinchisi g'oya, ikkinchisi strategiya, uchinchisi harakat, to'rtinchisi jamoa, undan keyin beshinchisi pul kerak bo'lar ekan. Bizda ko'pchilik bir ajoyib g'oyani hali sinab ko'rmasdan turib, MVP degan narsa bor. Minimum viable product deydi. Ozgina bo'lsa ham o'sha sohada ishlamasdan turib, katta pul birovdan olib turib, yo bo'lmasa o'zini bir resursini yo otasi resursini havoga sovurib yuboradiganlar bo'ladi. Yo'q, afsuski unaqa emas. Birinchi o'sha sohada ozgina bo'lsa ham xizmat qilib ko'rish kerak, degustatsiya qilib ko'rish kerak. Ehtimol u soha siz uchun emasdir. Ehtimol ko'zga ko'ringanichalik emasdir. Har doim rejadagidek bo'lmaydi. Biror bir biznesga pul g'amlisiz. O'shancha pul zapasda turish kerak. Chunki rejangizdagidek bo'lib chiqmaydi. Hamma narsa qog'ozdagidek bo'lib chiqmaydi. Shuning uchun biznesmen zamon bilan moslashib harakat qilish kerak. Bundan 5 yil oldin Infactorda birinchi marta men dars o'tganimda bir gap aytgandim. Kelajakda ikki xil biznes egalari qoladi. Birinchisi o'zini biznesini internetga, ijtimoiy tarmoqqa ko'chirib olganlar, onlaynga. Va biznesini yopganlar. Hozir 5 yil ichida shu qoida o'zgardi. Hozir endi nima deymiz? Kelajakda ikki xil biznes egalari qoladi. Birinchisi biznesini sun'iy intellekt bilan integratsiya qila olganlar va biznesini yopganlar. Tushunyapsizmi? Klassik biznes qilaman, mendan shu eskicha sotuv yo bo'lmasa xizmat ko'rsataman deydigan odam sinib ketish ehtimoli juda baland bo'ladi. Shuning uchun zamon bilan hamma nafas bo'lib turib, shu qaysidir xodimni o'qisin emas, o'zingiz o'qishga majbur bo'lasiz. Biznesmen imkon qadar hamma sohani ustida bo'lsa ham mag'zini bilib turish kerak. Olim nima degani? Bitta sohada hamma narsani, hamma sohadan bittadan narsani bilgan inson olim deydi. Agar bir necha sohada hamma narsani biladigan bo'lsa, u alloma bo'ladi. Biznesmen ham shu olimdek gap. Ya'ni siz o'zingiz qaysidir sohani o'ta chuqur bilishingiz kerak, o'qigan hammasidan xabardor bo'lishingiz kerak. O'zimdan kelib chiqib aytaman. Men masalan kelganda jamoamizda ishlaydigan uncha-muncha operatordan yaxshiroq video olaman. Yoki target yoqishni yaxshiroq bilaman. Yo bo'lmasa yaxshiroq suratga tushiraman. Finansni tushunaman, buxgalteriyani yaxshi tushunaman. Ba'zi joylarda o'zim yordam berib turib, haligi lazeyka deydi, o'sha narsani topib qanchadir minglab dollarib foydani saqlab qolganmiz. Ya'ni siz hamma sohani ishchingizdan imkon qadar yaxshiroq bilishga harakat qilishingiz kerak. Biznesmenning bo'ynidan eng katta mas'uliyat shu.
har taraflama. Ya'ni jamoada lider bo'lmoqchimisiz, qanaqa lider bo'lish kerak desam, yulduz kabi bo'lish kerak. Odamlar sizga qarab intilishligi uchun jamoa ishdan tashqari holatda eng yaqin odam bo'lishi kerak, sizga ishonib, tayanib, bemalol xotirjam bo'lishi uchun. Shunaqa gaplar, bu biznes shaxsiyati, lekin ayni Germaniyadagi vatandoshlarga men tishimni kavaga asrab qo'ygan bitta og'iz gapim bor edi. Buni Yaponiyada vatandoshlarimizga aytdik. Ayni o'z aslida Germaniyadagi vatandoshlarimizga taalluqli narsa u. Tokyo Asahiri degan odam bo'lgan. Yaponiya tarixini o'zgartirib yuborgan. Bundan 150 yillar oldin tug'ilib yashagan. Shu insonning hayoti meni juda ham qattiq ta'sirlantirgan. Yillar oldin o'qiganimda o'zimga juda katta bir insight olganman. Diqqat bilan eshitsangiz, sizga inshaalloh bir hayotingizda turning point bo'lib qolishi mumkin. İmperator Makedo meni dedi, Germaniyaga, Gamburgga o'qishga yubordi. Asl maqsad nima desa, o'sha paytda sanoat inqilobi Germaniyada juda ham kuchli bo'lgan. Bu yerga kelib turib, men dvigatel ishlab chiqarishni o'rganishim kerak edi dedi. Va keldim, o samuraylardan bo'lgan, Gamburgda universitetda o'qib boshladim. Va men ustozlarimdan dvigatel qanaqa ishlab chiqariladi deb turib so'rasam, nemislarda ham har xil xarakter bor, ishlab bilasizlar. Hammasi ham biz o'ylaganchalik ideal jamiyatga o'xshamaydi. Ba'zi odamlarda yoki umuman xalqda o'zga bir ajoyib qirg'inlar chiqib turadi. Ya'ni qizg'anyapti ilmda. Menga hech narsa o'rgatmaydi. Amaliy umuman dvigatel ishlab chiqarish harfi yo'q. Menga faqat qog'ozlar, chizmalar berib meni deydi, hadeb izolyatsiya qiladi. Bir kuni adashmasam Leipzigdamikan, o'zi odatda eng katta yarmarka Leipzigda bo'ladi. Shu bir joyda dvigatel yarmarkasi bo'lib qoldi. Borsam, men shu orzumdagi kichkina bir dvigatel topib oldim. Qanaqa orzumdagi pulim yetadi ekan. Shu necha oylab yig'gan pulimni berdimda o'sha dvigatelni sotib olib olib keldim. Olib keldimda uni korpusini rasmga chizdim. Va sekin ochdim. Yana rasm chizdim. Yana har bir detalni olganda rasm chizaman. Xullas kalom oxirgacha sochib buzdim deydi. Va eng qizig'i rasmlarga qarab qaytadan taxlab boshladim. Taxlab oxiri yaxlit holatga keltirdim va men uchun eng hayajonli daqiqa boshlandi. Bossam ishlaydimi yo'qmi? Bosdim, zing etib ishladi dedim. Xursand bo'lib ketdim va ustozlarimga bordim. Buni yig'ib, sochib yig'ishlikka 3 kun vaqtim ketdi men dedim. O'shanda deyarli ovqat yemadim, suv bilan non ichdim, non yedim. Va ustozlarimga olib borsam ishonishmadi menga dedi. Va kattaroq dvigatel bor edi. Mana shuni defekti bor. Sochib yig'sang keyin ishonamiz deyishdi. Uni ham bir boshdan rasmga chizib, sochib, ya'ni yig'ib ishlatdim. Temirdan u narsa yasab o'rtaga tiqqanni ishlab ketdi. Va bunga 7 kun vaqt ketdi. Men ishlatganimni ko'rib, ustozlarim nihoyat menga ishondi va o'sha Gamburgdagi dvigatel ishlab chiqaradigan zavodga qo'yishdi meni amaliyotchi sifatida. U yerda men ishlab boshladim dedim. Erta kech ishlardim. Meni itda ishlatishardi, lekin samurayman deb turib o'zimni olmadim. Samuraylar qanday tushunamiz? Eshonlarda gap ekan-da, Yaponiyada. Shunaqa bir zodagan bo'lsam ham deydi, eng qiyin ishlarni qora terga botib qilardim. Kuni ertalabdan kechgacha. Va men dvigatel ishlab chiqarishni ipidan ignasigacha o'rgandim deydi. Qancha vaqt ketgan deb o'ylaysiz? 8 yil vaqt ketdi men shunga. 8 yil deganda dvigatel to'liq ishlab chiqarishni o'rgandim. Imperator buni eshitdi, menga dedi 5000 ingliz tillasida hadya yubordi dedi. Sovg'a shunchaki bir ilmni hosil bo'lgani uchun. Men unga dedim, butun dvigatel ishlab chiqarishga kerak bo'ladigan asbob uskunalarni olib qaytib keldim Yaponiyaga dedi. Qaytib kelganimda imperator meni Nagoyaga chaqirdi saroyiga. Lekin bormadim dedi. Nimaga desa, chunki hali men hech qanaqa natija ko'rsatganim yo'q. Quruq gapga qanaqa men imperatorni ko'rishaman dedi. Mana shu joy juda nozik nuqtada. Men qachonki birinchi dvigatelni Yaponiyada ishlab chiqarilgan birinchi dvigatelni yarataman, keyin imperator oldiga boraman deb sekin-asta zavod qurishni boshladim dedi. Zavodni sekin-asta qurgan, u yerdagi yaponlarni o'qitgan va birinchi dvigatelni Yaponiyada ishlab chiqarib imperator oldiga yo'l oldim deydi. Bunga qancha vaqt ketdi desa, 9 yil vaqt ketgan. 9 yil sabrni qarang. Imperator saroyiga keldik. 2 ta yo 3 ta dvigatelni olib kelib qo'ygan bo'ladi.
Keyin men o'sha knopkani bosib, birdan dvigateldan ishlatdim. Juda ham shovqin bilan ishlab ketdi, zing etib. Keyin operator buni ko'rdi-da, ko'zlarida yosh bilan aytdiki, men umrim davomida eshitgan eng go'zal tovush bu Yaponiyada ishlab chiqarilgan dvigatelda shovqini bo'ldi deb aytdi. Va menga ko'p ehtiromlar ko'rsatdi, hadyalar berdi va men uyga kelib umrimda birinchi marta oxirgi 17 yil davomida birinchi marta 9 soat uxladim dedi. 17 yil davomida faqat 4 soat uxlaganman dedi. Tushunasizmi? Bu odam Yaponiyani hozirgi Yaponiya bo'lishiga eng katta ustunlardan biri. Meni hayratlantirgan narsa 17 yil hazilakam narsa emas. Umrining ayni bahorida taxminan mendek bo'lgan bo'lsa kerak o'sha. Oila, bola chaqa demasdan ehtimol bo'lgandir, lekin shu butun oilasi ham uni qo'llab-quvvatlagandirki, 17 yil bitta maqsad uchun yashay olamizmi biz? Qarangda, hozir 2 yil bitta kompaniyada ishlasa, Lazzakam aytgandek, zo'r bo'lyapti, deyapti. 17 yil bitta maqsad uchun Made in Uzbekistan degan narsani Germaniyadan nimadir ilmni olib ketib, O'zbekistonga yoyib, O'zbekiston uchun bir ustun bo'lib berishlik bu juda katta bir oliy maqsadda. Mana shu uchun yashasa arziydigan. Ya'ni men o'zimga nima oldimki desam, avvaliy natija ko'rsatmasdan turib, haligi rahbar odamlar bilan deb ko'rishavermaslik. Ya'ni biz yugurib ketamiz, hali hokim chaqsa, hali vazir chaqsa, hali prezident bilan uchrashib qo'yiladi bo'lsa, borib qop-qop va'dalar beramiz. Yaxshi emas deb o'ylayman. Imkon qadar biz og'zimiz bilan emas, natijamiz bilan gapirsak zo'r bo'lar ekan. Birinchi o'rgangan narsam shu bo'ldi. Ya'ni haligi odamning hayosini qarangki, hali men ishlasa qolmasdan turib, qana imperatorni ko'rishaman degan. Avvalo o'zimga bu nasihat, qolganlarga hamki. Ikkinchisi o'sha natijagacha qarang. Umrimda birinchi marta 9 soat uxlashim deb aytyapti. 4 soat faqat bir maqsad uchun yashay olishlik, o'zini fido qila olishlik. Yaqinda bir hikmat o'qidim. Xudoning do'stlari, avliyolar shunday zotlarki, qalbini Xudoga bag'ishlagan, butun tanasini esa xalqqa bag'ishlagan zotlardir dedi. Ya'ni o'zingiz nafsingizni yo'qqa chiqarasiz bu yerda. Yurishingiz ham, uxlashingiz ham, ovqat yeyishingiz ham, sport bilan shug'ullanishingiz ham, boshqa hammasi xalq uchun bo'lar ekan. Va mana shu narsani eslatma o'laroq sizga, o'zimga ham avvaliy aytib qo'ymoqchi bo'ldimki, biz shunaqa yashay olamizmi? 17 yil emas, hech bo'lmasa 1 yil vatan uchun yashab bera olamizmi? Yani faqat pul topishlik yo biror status, biror mansabga erishishlik uchun emas. Keyin men o'zimga juda yaxshi sayt oldim. Ustozlar boya aytganlaridan Xitoy siyosati haqida ustozlar Abdujon akamiz go'zal narsa aytdilar. Avval vatanga qaytib kel degan bo'lsa, hozir qayerda o'sib o'lsang ham, lekin vatanga xizmat qilishing kerak dedi. Koreyada shu muammoni, Yaponiyada shu muammoni ko'rdik. O'zbekistonga qaytishlikda qo'rquv bo'lar ekan. Chunki hozir bu yerda zona komfortiga tushib qolgan, 2-3 mingdan 10 ming dollargacha oylik topib turibdi. Bu yoqqa borsam, unaqa oylik beradigan ishxonalar yo'q. O'zimda ish boshlayman desa katta risk. Men borib turib vatanimga, qishlog'imga nima yaxshi qila olaman? Uni shu yerda turib ekan, mana shu yerda turib nima yaxshi qilyapsiz deb bittasiga. Hech narsa. Hech bo'lmasa shu 100 dollar o'z maktabingizga, bitta ingliz tili o'qituvchisiga jo'natib turing. Bitta guruhdan tekin o'qitsin. Orqangizdan shu 20 ta bola kelsin keyin. Ya'ni o'sha yaxshi ingliz tili ustozlar yo'q. O'sha shahardan kelib turib o'qishligiga qo'shimcha bir 300 dollar oylik siz bering. O'shanda qilib turib xizmat qiling, yo bo'lmasa kutubxonaga bir 1000 tacha kitob qilib bering yilda oxirigacha. Ya'ni xizmat qilamiz desak, hozir haqiqatda chegaralar yo'q bo'lib qoldi. Onlayndir, offlayndir xizmat qilish imkoniyati tug'ildi. Endi faqat xizmat qilish kerak. Rahmat.